Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana shu kabinamizni, Rossiyani pasportdan oldi gulli kabinani oborib, ustanovka qilib, aristollarigacha ulab, ishlatib berib kelamiz. Santexnik ustamizni ham chaqirganmiz. Borib birlab, chiroyli qilib bitirib kelamiz. Где-то 4 soat vaqtimiz ketsa kerak. Xo'p, mana yukladik. Mana shunday holatda bo'ladi. Korobka holatda bo'ladi. Shu chetdan qanot kelgan bo'lsa, shundoq. Mana shuncha detali bor. Olib, xudo xolisa, chiroyli yig'amiz. Imkon darajasida chiroyli qilib video qilishga harakat qilamiz. Mana kabinamiz bitdi. Xo'p, orqasi oq oynagimizdan qolmabdi, qora qilib qo'ydik, lekin shunda ham ancha chiroyli chiqdi. Orqasi qora, oldi oq gulli bo'lib juda chiroyli chiqdi mana. Suvlarigacha ulab qo'ydik. Ariston podvalga o'rnadi. 20 metrlab kilaylab qo'ydik. Bir kun tursa quriydi. Eshigi ochiq turishi kerak, kilay qurib olishlik uchun. Bir kundan keyin bemalol ishlatsa bo'laveradi. Hop, 50 turbada tashqariga chiqarib yubordik. Tagi pol teshib tashqariga chiqarib yubordik. Xo'p, bugun 23-mart kuniga hop, mana shu kabina 5 soat vaqtimiz ketdi aristollarigacha o'rnatishimizga. Hop, 3.600.000 ga to'xtadi. Yo'l kirasi, ustanovkasi, ichidagi rasxoti deganda endi o'ziga kabinaga ketadigan rasxot. Endi u yoqdagi santexnikaga ketadigan rasxotlarni hisoblamadik. Mana shu. Bir kunda ishingiz hal mana. Bir kun quriydi, bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Xo'p, kimda qanaqa savol bor bemalol yozib ketinglar. Bu hammom qulaymi yoki narigi hammom qulaymi? Qaysi biri qulay siz uchun?